Assalomu alaykum. Hamas va Isroil asirlar almashinuvi fonida o'zini jannatiy prezident deb ataydigan Donald Trump Tel Avivga tashrif buyurdi. Minnatdorchilik so'zlarini jon dilidan yaxshi ko'ruvchi prezidentga tinchlik kelishuviga erishishga ko'maklashgani uchun Tel Aviv plyajida ulkan banner hozirlandi. Donald Trump Isroil Knessetidagi nutqida G'azodagi urush tugaganligini e'lon qildi va Hamas harakati tinchlik rejasida ko'zda tutilgan qurolsizlanish bandini bajarishga rozi bo'lganligini aytdi. Butun dunyo uchun qiziq bo'lgan savol jurnalist tomonidan berildi. Tomonlar sulhga rioya qiladimi qabilidagi so'rovga Amerika yetakchisi bunga ishonishini aytsa-da, tinchlik kelishuvidan keyingi bosqichlar, xususan xavfsizlikni ta'minlash va G'azoni qanday boshqarish masalalariga oid savollarga javob berishdan bosh tortdi. Donald Trampning ushbu xatti-harakatlari G'azo taqdiri, umuman Yaqin Sharq kelajagini yana mavhumlik va savollar ostiga oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bir so'z bilan aytganda, G'azodagi urush qisqa muddatga muzlatilganligi haqida tasavvur uyg'otmoqda. Ya'ni G'azodagi tinchlik bitimidan yana karam sho'rva hidi kelmoqda. Donald Trump Pokiston va Afg'oniston ziddiyatiga ham e'tibor qaratib, bu urushni ham aynan u tugatishga qaror qilganligini aytdi. Men bu urushga barham bermoqchiman, chunki urushlarni to'xtatishda ustasi farangman deya kamtarona munosabat bildirdi Qo'shma Shtatlar prezidenti. Bugun asirlar almashinuvi doirasida Hamas Isroilga barcha 20 nafar fuqarolarni qaytardi. Isroilda ularni tantanali kutib olishdi. Isroil ham o'z o'rnida Hamasga 1966 falastinlik mahbuslarni topshirdi. Shu bilan G'azoga gumanitar yuk karvonlari va nihoyat kirishni boshladi. Shuningdek, bugun Misrda 20 dan ortiq davlat yetakchilari ishtirokida sulh sammiti bo'lib o'tadi. Ushbu sammit haqidagi tezkor xabarlarni protsessning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kuzatib boring. Salomat bo'ling.